66 mingga mana shu xona arziydimi yo'qmi? Eng qizig'i mana shu mягкий mebel $1300 turadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Arenterimiz ro'ydaki texnogazoilni to'g'risida arkadan kirganda Novostroyka 6 qavatlik binoni birinchi qavatda joylashgan g'ishtlik dom 3 xonalik bo'ladi. Mana shu kattagina zal bo'ladi. Eng qizig'i buni qarang. Televizor postavka bor, televizor bor, mягкий mebel bor, konditsioner, xolodilnik bor. Bu yerga kuxonniy studiya deyiladi, yevropeyskiy stil. Bu yerda gaz plita, vichka, oynasi bor, bu yerga rakvinasi bor va mana shu yerga pishirib, bu yerga mehmonlarga uzatadigan joy. Bu zal. Endi 3 xona hisoblanadi. Mana shu bitta xonasi. Mana bu kattalar uchun yotoqxona. Ikkinchi xonasi, kattalar uchun yotoqxona 9 panli divan turibdi, termos zonasi bor, o'zini terezasi bor. Ana endi 3-chi xonasi bolalar uchun yotoqxonani men sizlarga ko'rsataman. Bolalar uchun yotoqxona. Mana shu o'zini divanchasi bor, dars qiladigan joyi bor, o'zini garderob shkafi bor. 3 xonalik plus mana shu yerga общий sanuzeli bor. Mana общий sanuzel mana bu yerga bo'ladi. Vanna, unitaz, mana shu shkofcha, mana shu LG kir yuvish mashinasi ham bor. Gap bilish mumkin emas. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, tashqari taraf eshikdan kiraverish, mana bunaqa dizayn qilgan akamiz 66 ming, yana ozgina savdosi ham bor.